Keyin do'stlar, ba'zilar bor, shunaqa fikrga borib qolgan. Men musulmon bo'ldimmi? Ha, musulmon bo'ldim. Endi hamma narsa aytganimday bo'lish kerak. Bunaqa bo'lmaydi do'stim. Musulmon bo'ldingizmi? Imtihoningiz bo'ladi. Musulmon bo'ldingizmi? Sizga nisbatan qarshilik bo'ladi. Musulmon bo'ldingizmi? Iymonda sobit turishlik bilan sinalasiz. Bir arobiy kelib Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan bir kalima o'rgating, keyin boshqa hech kimdan so'rab yurmayin dedi. Shunda payg'ambar alayhissalatu vassalom qul amantu billahi thumma istaqim dedilar. Amantu billah degin, ayt, keyin istiqomat qil shu gapda dedilar. Shunda turib ber dedilar. Qur'oni Karim fastaqim kama umirta dedi payg'ambarimizga. Sizga buyurilganidek istiqomat qiling dedi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam shayyabatni hud deganlar. Meni hud sochimni oqartirdi deganlar. Ba'zi rivoyatlarda mana shu oyatni aytganlar. Fastaqim kama umirta. Nima buyurilgan bo'lsa shunday turing dedi Alloh taolo. Biz turishga majburmiz. Nimaga shikoyat qiladi? Nimaga ro'molga qarshi bo'lsa bitta savol beryapti hali. O'sha ham sal chaynalyapti. Armiyada namozga ruxsat bermas ekan. Nima qilayman? Namoz o'qima deyaymi? Namoz o'qiysiz do'stim. Armiyada ruxsat bermasa ham o'qiysiz. Qanday o'qiyman? O'qiysiz. Tahorat qilib o'qiysiz, namozni o'qiysiz. Ro'molga qarshi chiqyapti. Qarshi chiqsa ham o'ratasiz. Farz ro'mol. Hijob farz. Qarshi chiqsa ro'mol haqida, din haqida gapirgan odamga kelib yuziga solavermaydi. Endi nima bo'ladi deyvermaydi iymoni bor odam, iymoni mustaqim odam. Payg'ambar alayhissalatu vassalom shunaqa shikoyat qilgan odamlarga shak qilma deganlar. Shakidamiz, shubhadamisan deganlar. Bu qadar sodda bo'lmasligimiz kerak. Bu qadar sodda bo'lmasligimiz kerak.